Bugun rohatimni tug'ilgan kuni. Qo'qqanda qanot sinsin. Nima qilib bo'lsam ko'ngilni zabt etib uyga olib ketaman. Bo'pti, rohat qizim, bugun maktabda qorovulmanda. Eshikni yopib o'tir. Po'sh. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane. Seni tug'ilgan kuningga mazali barbeki burger olib keldim. Ular yangilik qilib barbeki basket beef hamda barbeki basket chicken ishlab chiqarishibdi. Lochinim yedirib qo'yasizmi? Yediraman deb keldim-da, rohatim. Rohat qizim. Qani eriga samalyo? Rohat. Dadam, Qaynatam big'illab hozir. Meni yashir. yoting ko'rpantaga. Keldingizmi dada? Nima qildingiz sizga? Qaysidir qo'yag'im fonis uchiribdi, maktab yonib ketdi deb bilos. Ona endi maktab ketdi, oilaga ham yo'q endi. Ona shu to'shakni paxtasi bitta joyga to'modalarni qo'sa asabim buziladi-da. Ichcha quv shamonladimi deyman demay tushib kelay. Lochinim tezroq ket. Beldan pasini his qilmayapman, rohat. Do'stim, to'yingni borku shunaqa dahshat qo'yqizamiz borku, mahallaning nomer 1 bo'ladi, tushundingmi? Voy, itday xizmat qilaman. Men to'yxonada bitta bola katta choynakni ko'tarib, choy tashib yurgan bo'ladi-ku, o'sha men bo'laman. Do'stim, baxtli bo'lgin, tushundingmi? Baxtli. Men xizmatdaman. Davay, do'st. Do'stim ham tezroq uylanish kerak edi-da, chunki uni ham baxtli yashashga haqqi yo'q. Nimadir dedingizmi dadasi? O'rtog'im Shodmon uylanadigan ekan. Ha, shunaqami? Baxtli bo'lsinlar. Baxtli bo'larmikin? Qo'sha qarisinlar. Qo'shilishi aniq, lekin qo'sha qararmikin? Ser farzand, ser davlat bo'lsin. Ser farzand bo'lishi aniq, lekin ser davlat bo'lmaydi-yu. Uvali juvali bo'lishsin. Uvali juvalini bilmadim-ku, shu o'rtog'im jo'rmay bo'lib ketmasa bo'ldi-da. Nima unaqa deyapsiz? Tuppa-tuzuk bola-ku. Bola-ku tuppa-tuzuk. Lekin kimga uylanayotgani muhim. Voy, kimga ekan? Anavi 450 yil sevishgan qizi Nazira Folbinning qiziga uylanyapti. Kim u? Endi nima farqi bor? Muhimi tezroq uylansin. O'sha gap. Uni bir umr baxtli yashashga haqqi yo'q. Ha, mayli. Muhimi baxtli bo'lishsin. Ha, to'yga borarmiz. Nima? Nima dedingiz hozir? Ya onasini hepsini og'ir yedi bordi. Baxtli, saodatli bo'lsin deyapman-da. Aytdim-ku choy tashiyman deb. Xizmatdaman, xotin. Endi mana bu nima deysan? Haqiqiy sevgi to'ydan keyin keladi deydi-ku. Men shuni nazarda tutyapman. Mana Ulug'bek Rahmatullayev bir qo'shiqda aytgan-ku. Nima degandi endi u? Ha, to'ygacha sevgi yaxshi bo'lar ekan, to'ydan keyin rasvo bo'lar. Nima deb alchiryapsiz? Endi shunaqa misralar bor edi-da. Endi men yaxshi ko'raman-da akani, Ulug'bek neydi, Rahmatullayevni. Xotin bitta choy damlada. Yo, shoshma, o'zim damlayman, o'zim. Qorayda, hozir. Mahalla obodonchiligiga qarash. Qahmanda o'qilaman oma. Rais bu. Televideniyada kelishdi. Televideniyada? O, televizorga chiqaman. Ye, keling singlim. Yaxshisiz televideniyadansiz? Ha, keluvdik. Chekka bir qishloqlardagi talantlarni qidirib keluvdik. Bor, bizda talantlarning zo'rlari bor. Yuring ko'rsataman. Rais bu bola qanaqa mahorati bor? Bu bola suvni tagida 10 minut nafas olmasdan turib bera oladi. Ha, bitta ko'ringlar unda mahoratini. Bos indirjit, mahoratingni ko'rsat. Rais bu 1 soat o'tdi, hali ham chiqqani yo'q. Yo, mencha rekordni yangilayaptimi deyman-da. Dambaga tiqilib qoldimi deyman-da, badanasi chaqir tez-tez. Rais bu buni talanti nimada? Bu bitta ko'rgan narsasini 5 sekundda sirasiz beradi. Ha, unda o'sha uzoqdagi tog'i rasmini bitta chizib bersin. Uzoqdagi tog'ni chizib ber. Ana. Bu qizni ham rasmini chizib berchi?
Oziz opi, ko'ryapsizmi? Talantlar vijillab yotibdi. Barcha darmoyatlar biz mahallada. Yuring, keyingi talant ko'rsataman. Rais buva, yo'llarisi yomon ekan. Mashinam balon teshilib ketdi. Vulkanizatsiya qayerda bor? Ya, balondan xavotir olmang. Bolalar, opani mashinasini shunday qahmanda o'qib berish. Mana o'zimizni O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan bas shinalari bor. Voy, shunaqa zo'r jahon standartlariga bitada javob beradi. Ana yama bor-ku, yamaga bitta kalla qo'yib, yamani uxlatib o'tib ketadigan haqiqiy jaydari shina mana shu bo'ladi. Bas shinalari sizga ham tavsiya qilaman. Olish davay, tez. Ketdik. Bu kishimni talantlari bu bo'yindagi grijalarni davolaydi. Qarab turing. Yo'q, uni. Rajmurodga jonim bacham. Bobomurod qani? Xullas Bobomurod onasi kelib Bobomurodni olib ketmoqchi. Qizimiz bor, uni menga tashlab ketmoqchi. Xullas alishtiramiz, tushundingmi? Qiz bilanman, Bobomuroddan onasi yashamoqchi. Unda bu kim? Ya buni farqi nima kimligini? Buni Bobomurod deb onasiga tiqyoramiz. Xullas Rajujon, sen bugundan boshlab Raju emas, sen Bobomurodsan, tushundingmi? Tushundim, janob. Janob emas, dada deyishing kerak. Dada. Dada emasmi? Dada. O jonim bacham o'ylaydi. Ladu olib berma, yo'q. Ayo dema, dadaga keldik, dada de. Qo'zaka. Yo'q, ona har xotin biz taktika qilib qizni alishtirib. Yo'q, g'irt o'zing. Ana shanba kuni mol bozor barvaqt ketaydim o'sha paytlar. Qizilog'ang. मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना Nimalar bo'lib ketdi? Qo'zish babu. Bilmasam endi. Xotinga chopra. Dadasi, 4 minut vaqt beraymi? 4 minut nimaga? Baribir 3 minut cho'mlasku. Prekolda. 7 minut vaqt ber, 7 minut. Nima? 6 minutga kelib skor olib ketasan, tushunapsanmi? Yo'q, hazildan tashqari kiring. Bizni tochoq dushdan chiqmaydigan bo'lib qoldi. Sigiri chekyaptimi? Hozir somsaxonaga so'z qilaman. Dada o'lib qolaman shekilli. Chekasan hayvon, yana bir marta chekki, boshqa narsa chekasan. Ha, hayvon shuncha boylikni kimga qoldiraman? Bir hunar ham o'rganay demaysan. Qishloqqa borib itni ishlataman seni, yurmay yoqqa qo'yaman. Dada, men sizga arab emas, meni big'illatib ishlatyapsiz. Men sen qo'yag'iga Xonsaroyda fazo loyihasida 22 oylik muddatli to'lovga white box holatda uy olib qo'yibman. Dada, araba topaylik. Ming'illama hozir aravani o'rtasiga tepaman. Dada, o'tiradigan apparat bor edi-yu. Sen o'rasan hayvon. Bir gektar turibdi hali, tez ol. Nodirbek o'g'lim obedga chiq. O'g'lim obedga emas, shomga chiqar shekilli. Nodirjon o'g'lim. Nodir, tur ishga yaramayapsan, seni sportga olib boraman o'g'lim. Ketdik dada. Dada, men yomon qo'rqib ketyapman. Qo'rqma, mujik bo'lasan, meni o'g'limsan, davay bos. O'g'lingiz o'lib qolmaydi, ish qilib. O'lib qolmaydi, sport bilan shug'ullansin. Bolangizni bo'ynisini yo'q. Qo'ya surtib qo'yamiz, yaxshi bo'lib ketadi. Bermagan uchun mana. Oyi, men uchrashuvga ketdim. Issiqda egar qizib ketibdim, mabbalo. Nig'mat aka, yana baloningizni teshib qo'ydingizmi? Ha, teshildi. Lekin barshinalarni olib kelib qo'ydim. Jahon standartlariga javob berar ekan. Yamalarni ko'rdim demas ekan. Yumshoq o'tib ketar ekan. Zo'r bo'pti-da Nig'mat aka, veligimni tashab ketyapman, uchrashuvga ketyapti o'dim. Voy. Ketdi. Gelin tugadi-da, shampun surtdim o'rniga. G'irt qo'yag'i bola ekansiz.